Assalomu alaykum, kanalımız abunəçiləri, qadrli yurttaşlar, sağlamamızlar. İş izləyib bilən əkəklərimiz üçün acayip bir iş var. Videonu ötkəzməsəniz, sırası bir dənə like-ni basıb, kanalda yangi bolsanız abunə olub qoyunlar. Xulas biz başladık videonu. Kladka işi var dostlar, Moskvada. Videonu ötkəzməsəniz axıragacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Kladka işi var. Penablok kubiga dedi 4000 rubldan beramiz dedi. Kubiga 4000 rubldan bu narxi. Keyin ichki перегородка 700 rubldan dedi kvadratiga. Keyin chernoy kladka bor 7000 rubldan kubiga. Mana sizlarga ajoyib ish. Agar kimda kim usta bo'lsa, qo'lidan keladigan bo'lsa, ishiga javob beradigan bo'lsa, mana ajoyib ish sizlarga do'stlar. Bu yerni usloviyasi bunday. Dokument, bez dokument farqi yo'q. Ishlamayman degan odam kelib ishlasin dedi. İşga borib, ishni ko'ringlar avval. İşte bilgen aka-ukalarimizdan so'ranglar. İshni vaziyati, ish qanday ketyapti, ish sistemasi qanaqa, puli qanaqa, hammasini so'rab surishtiringlar. O'zingizga ishonch hosil qilgandan keyin yana ishlasangizlar bo'ladi. Keyin ertaga mendan chiqib, sen unday deding, men bunday deding degan gap bo'lmasin. Ishni borib ko'ringlar avvalo, ishlab bilgan odamlardan so'ranglar. Ma'qul bo'lsa, sizga yoqsa ishlasangiz bo'ladi. Mana do'stlar, sizga ajoyib ish. Ekranda telefon raqamini yozib qoldiramiz. Ish beruvchi deb bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ishni borib boshlaysiz, 3 kundan keyin avans berar ekan. Keyin har hafta расчет qilib borar ekan do'stlar. Mana sizlarga ish. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kanaldan uzoqlashmang. Like bosib, obuna bo'lib, podpиска qilinglar do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' omon bo'ling.